Dazmol qilinmagan hijim namoznigimni kiyaman. Birinchi yuzimni penkada yuvaman. Tishimni yuvib olaman. Toner suraman. 6 oylik qizim bor, yangi onaman va o'zimda magniyga ehtiyoj sezyapman. Vitaminlarimga kechadan boshlab magniyni ham qo'shdim. O'zimga choy tayyorlab olaman. Yuzim quridi, endi shunaqa siviritkani surib olaman. Oynadagi dog'lar qizimning qo'llarini izi. Har kun artaman, har kun shunaqa kir bo'ladi. Shunaqa gel для душ. Juda ham приятный xarakterlar chiqdi. Va eng yoqqani mana shu kremlar bo'ldi. Men prям qo'l kremlarini yaxshi ko'raman. ChatGPTdan kechqurun qo'ysam yaxshimi yoki kunduzimi deb so'raganimda, kechqurun qo'ysang effekti ko'proq bo'ladi deb aytdi. Shuning uchun ham kechqurun qo'yib olmoqchiman. O'zim yaxshi ko'rgan shokoladlarimni oldim. Shunaqa qora choylarim bilan ichishga. Maskara doim qilmasam ham, deyarli doim kitob o'qiyotganimda qo'limga krem surib olaman. Давайте bugun mangoligini suramiz.